Bugungi videoda men Minecraft YouTuberlarga qiyin savollar berib ko'rim videosining bu ikkinchi qismi. Qani bo'lmasa let's go. Video boshlanmasdan oldin like bosing va kanalga obuna bo'ling. Birinchi YouTuberimiz bu Dizer. Aka uylanib yo'q bo'lib ketdingiz. Uylanishmasam-kan. Ha deb javob berdilar. İkinci YouTuberimiz bu Shahrest. Bro, 6'ga 7'ni qo'shsa necha bo'ladi? Tik 7 deb javob berdilar. Va bizning uchinchi YouTuberimiz bu Artifact. Bro, sizga bola bo'lish yaxshimi yoki nigr bo'lish? Menga opoq nigr bo'lish deb javob berdilar. Va bizning to'rtinchi YouTuberimiz bu Hacker. Bro, siz o'zga sayyoralikmisiz? Ha deb javob berdilar. Va bizning oxirgi YouTuberimiz bu Raker. Bro, qachon qaytasiz YouTube'ga? Hamma sizni sog'indi. Ha, 2027-yil martda deb javob berdilar. Bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga xayr, sizlar bilan men Murod King bo'ldim. Agarda video yoqmasa birgina like bosib, kanalga obuna bo'ling. Rahmat.